Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Pro Player kanali. Har doimgi aytganimdek, men Mobile Legends ham o'ynayman. Xo'p, Mobile Legendsga keladigan bo'lsak, anonim levelim, xo'p, hozir aytaman. Levelim Master 3 daman. Yaqinda Grand Masterga chiqaman. Xudo xolasa. Xo'p, davay bitta boshlaymiz o'yin. Xudo xolasa men faqat mana shu mobil bilan Brawl emasda, boshqa o'yinlar ham o'ynashga niyat bor. Hop, hamma o'yinlarni bitta o'ynab chiqamizda. Xudo xolasa agar kanalimiz kuchayib ketsa, hamma o'yinlardan o'ynab chiqamiz. Hop, meni eng yaxshi ko'rgan anonim o'yinlarimdan bittasi mobil haqida gapirib beradigan bo'lsam, hop, eng yaxshi ko'rgan odamim mana shu Dariusga hozircha Chishuy Demon degan skin ochganman. O'zi ko'p bayaslarga, mana shu o'zimda bor bayaslarga skilllar bor, hammasiga menimcha bor edi. Hop, men mana bu yerda lesdammi, liniya opitami, rowmi, liniya zolotami farqi yo'q. Bu joydan yuraveraman. O'rganib qolganman shunaqa qilishga. O'zimga yetilgan joydan bormayman. Xohlagan joyimdan yuraveraman. O'shanda faqatgina uchishimiz mumkin, chunki boshqa ilojsiz men yaxshi o'ynay olmayman. Xo'p, boshlandi o'yin. Добро пожаловать в Mobile Legends! 5 секунд до начала атаки. Задайте им жару. Все отряды отправлены. Onu chiqadi, qo'laverang. Bo'ri ham umuman tishlamas ekan, faqat urarkan mana shu narsa bor-ku. Shunga qolib qoldi. Давай я отведу тебя в другой мир. O'ldirdim, opajon, nima bor? Xo'p, hozir tepada 2 kishi, pastda 1 kishi hujum qilyapti. O'zini aytmayman pastdagisini. Надо было поручить Камузу научить. Первая кровь. Men nima bunaqa maxluqlarni urib yuraman ko'pincha, chunki ular har doim qo'rqitib urganda plus jon beryapti. Ani katta udara qilganda. Shuning uchun ham ko'pincha mana maxluqlarni urib yuraman. Imamisiga ikki atrofga olaverang liniyani ular to'ldirib bera oladi bemalol. Союзник убит. Hop, toshbaqa paydo bo'ldi. Sampai terang kau toshbaqalarga. Mazza qilib jon to'ldirdim. Mana men ikkalovi, men bu 3 sekund bilan to'layotganlari, ular har doim tez to'ladi. Tepadagi Rasul Shikilni deb yozib qo'ygan keyiga. U
juda sekin to'ladi, ya'ni 1 minutmidi menimcha. Твоя жизнь будет разрушена. Союзник убит. Серия убийств. Ko'rgan bo'lsanglar, oldimizga dushmanimizdan keladi. Надо было Xafa bo'lmasin. Давай я отведу тебя в другой мир. Твоя жизнь будет разрушена. Мегаубийство. Да-да-да. Твоя стратегия такая жалкая. Твоя жизнь будет разрушена. Живый. Xo'p. Videolarda gapirib turish kerak odatda, lekin men gapirishdan esdan chiqarib qo'ydim. Sizni so'rayapman. Xo'p. Men o'zi Mobile Legends'ni 2 yil oldin biluvdim qani qo'yishini. Brawl Stars'da Как же ты жалок. necha Может, сдашься уже? menimcha adashmasam 3 yil oldin bilganman u Brawl Stars'ni. Уничтожили базу. Твоя жизнь будет разрушена. Brawl Stars'da hozir ko'rdinglar, akkauntim sal butkiro. No, lekin bitta yaxshi tarafi o'sha akkaunti botki bo'lgan yaxshi tarafi hozirgi paytda bilsanglar bot akkauntlar uchun yaxshi skin yoki anula berishyapti. Sovg'alar berishadi. Mobilda unaqa emas, просто hamma uchun bir xil sovg'a. Давай я отведу тебя в другой мир. Союзник убит. Союзник убит. Qochib ketyaptilar o'sha. Союзник убит. Keberqa. Как же ты... Твоя жизнь будет разрушена. Mayli, ketura qolsin. Yo'qsa o'ldirib qo'yardim. Becharaga bir marta rasm qila qoldim men. Xo'p. Shu birinchi Союзник убил gapirish Слепаков. yokiga qanaqadir animatsiyalar qiyin Можно. bo'ladi. Gapirishga gap o'ylab topish ham sal mushkul bo'ladi. Враг убит. Надо было... Твоя жизнь будет разрушена. Да-да-да. Твоя стратегия такая жалкая. Bitta narsani Я aniqlab делаю qo'yishim все kerak. ради бездны. Абсолютно все. Легендарно. Твоя жизнь будет...
ovozim videodan tez bo'lib ketib qolishi mumkin. O'shanisiga ham Вы ahamiyat beringlar. уничтожили башню. Bu men aybim emas, mana shu telefonim aybi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. Prosta Brawl Stars'da ham agar bilgan bo'lsanglar, aniqda ovozlarim. Твоя жизнь будет разрушена. Легендарно! Ваша команда уничтожила башню. Как же ты жалок. Может, сдашься уже? Твоя жизнь будет разрушена. Легендарно! Легендарно! Mana shu mobilni menga bitta taraf yoqadi. O'zimga yoqqan odamlarni topish. Уничтожили Masalan, башню. menga ko'pincha mana shunaqa Dariusga o'xshash ana odamlar yoqadi. Shunaqa odamlarni yoqtiraman men ko'pincha. Men agar Darius o'ynasam, двойное убийство emas. Очень ko'p убийствоlar ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan qobiliyati, keyin o'ynashimga qarab mana shu Darius tanlaganman, chunki Dariusga eng yaxshi o'ynagan anularim bor. Двойное убийство. Башня была уничтожена. Наша башня Двойное убийство. Двойное убийство. Нашу башню атакуют. Убил лорда. Наша башня была уничтожена. Твоя жизнь будет разрушена. Вы уничтожили башню. Besh, to'rt, 3, 2, 1. Hoppa. Твоя жизнь будет разрушена. Убит. Наша команда уничтожила башню. Союз убит. Вражеское двойное Yes, убийство. yutdik. Lekin MVP kimligini bilmayman. Yana uni ish qilib eng zo'r o'ynaganligini MVP berishadi-yu bilsanglar agar. Xo'p, MVP men bo'pman. Aytdim-ku, Darius'da o'ynasam MVP men bo'laman. Vashim Darius'dachi vashim bo'lib ketganman-da, zarur. 2 yil ketma-ket Darius'da. Hop, nimaga chiqibman? Hozir kolleksiyamida Decision. Hop.
Hozir qayerdan ko'rsak bo'ladi? Esdan chiqib qoldi. Esdan chiqib qoldi. Original qayerdan ko'rish kerak edi. Stop. Bundan keyin mana master 5dan 4dan 3 2 1 master 1ga o'tib keyin grand master ekan u. Grand masterdan keyin epic ozgina eng zo'r anoga ozgina qoplanman. Epic ayo hali bor ekan. Legenda, мифик честь, мифический бессмертный, voy. Lekin epicga ko'p odam chiqa olmaydi bilsanglar agar. Mana shu epicga ko'p odam chiqa olmaydi. Legenda Sherxonga chiqqan bitta anonim bor edi, youtuberim bor edi, ko'rardim uni ham. O'shandan o'rganganman, u lekin anonda ko'pincha o'ynaydi. Miya mana hozir ko'rsaman 1 sekund. Qatdan turadi mana. Bilmamda ko'pincha o'ynaydi u. Я лунный свет, пронзающий тьму. Mana shu geroyda ko'p o'ynaydi. Hop. Unda buff bor, kontrol, maskirovka bor. Maskirovkasi 1 minutlik. Kontrol bilan buff xuddi menga o'xshash anu. Mana shu manba o'zini anusi. Просто personaj hodisalar mana shunaqa skin turgan bo'ladi. Hamma nima skin bor. Моя кровь будет кипеть до самой смерти. O'zgargan. Ну, yaxshigina. Xo'p. Yana menga skinim bor ekan. Альфа на связи. Qanaqa skinim bor ekan? Mana bunaqa skinim bor ekan. Альфа на связи. Прием. Альфа на связи. Mana shunaqa skinim bor ekan, bo'ldi. Альфа на связи. Ayo, yo'q ekan bu ham. Mana ko'rgan bo'lsanglar pastda kupik turibdi. O'shanisiga qarabman. Mana shu skinim bor ekan. Lucky Box'dan tushirib olgan ekanman. Esni olmayman ama qaranglar mana. Mana bu kupikda turibdi. Endi mana buni qaranglar. Временные события. Да, mamcha временный olganman buni. Xo'p. Бесплатно. Menga ham skinim bor menimcha. Надежда укажет путь даже в отчаянные времена. Ha, mana shu skin ekan. Mana bu o'zini skini. Надежда укажет путь даже в отчаянные времена. Nasıl o'zgargan? Ha. Kiyim ranglari. Xo'p, yana menimcha Laylagan skinim bor edi-yu. Da, Laylaga skinim bor. Готовы? Вперед! Hop. Mana shu skinim bor menimcha. Yo'q. Mana Готовы? da. Готовы? Вперед! Bunda yo'q ekan. Ustunda ekan. Mana shu bor ekan. Ish qilib mashta. Mana shu ekan. Готовы? Вперед! Mana shu ekan. Mana shu. Hop, da mana shu ekan. Mana shu skinim bor ekan. Eslamayman. Men qaysi skinim bor edi? Hop, yana Leslie'ga skinim yo'q edi menimcha. Снайпер готов. Дайте цель. Leslie'ga skinim yo'q edi menimcha. Da.
Снайпер готов. Купить. Can he make it? Oh, what a goal! Снайпер готов. O, mana. Временный событияga olgan ekanman mashina. Временный olgan ekanman. Пространственный скачок успешен. Лесли на позиции. Mana mashi skinini временныйga manimcha olganman. Yana bilmadim. O'zimcha to'xtashamanmi bilgan. Qarab tushunganlar, временный событие nimaligini aytvoringlar. Mana skinim bormi yo'qmi shundan bilib olaman. Xo'p. Ayo. Skinim borlarini o'z ustida skin turar ekan. Xo'p. Balmontga bor ekan, Laylaga bor ekan, Alfaga yo'q ekan, Vexanaga bor, Hanabiga yo'q, Dariusga bor, Melissaga bor, Minotaurga yo'q, Kaguraga yo'q, Roger. Xo'p, qolganlarim ham chimanda ochilmagan. Yo'q, bor ekan, mana Fashaga. Fashaga ham skin yo'q ekan, Kiki. Boshqa odamlar qilgan deb olib. Аплодисменты! Встречайте единственную неповторимую меня! Keyin yana bitta zo'r anglidan menga yoqadiganlar animasiya ko'rdinglar. Xo'p, yana bitta yoqadiganlardan personajdan mana manba. Mana mashinaga hozir 1 minut. Xo'p. Ha, mana Harry. Магия — это моя жизнь. Mana mashina ham yoqadi. Nu, bunda hali umuman o'ynab ko'rmaganman ham. Menimcha o'ynasam, mashinada yutqizib qo'yaveraman ham. Bu lekin magika ekan. Anu nima deydi? Darius anu qotilmi? Qotilni bittasiga yurardi. Shunaqa edi. Xo'p. Zadaniyalarni bitta bajarib chiqamiz. Golden Mount. Mashinasi zo'r keldi lekin mashinasi yoqdi menga kelgani. Xo'p, bitta ochamiz. Bittachko 20. Xo'p. Stop. Golden Mountga kir. Mana eng zo'ri. Xo'p. Men bitta Oppo ikkita Oppo qo'ygan, yo'kida kristalla qo'ygan. Xo'p. Voy, kalitlisini hozir ochib bo'lmas ekan. Xo'p. Podgotовка. Dariusga yaxshigina podgotовка kerak deb borib. Men razrush uronni olgim keldi, yoki lesni olgim keldi, chunki ko'pincha lesdan ketaman o'zim. Lekin eng yoqqani menga продолжить урон секунд. Nimasi yoqdi menga? Razrushich urон emas. Bo'ldi, o'yinchi qolmadi. Xo'p, yana bitta bosamiz. Bu xudo xolasa oxirgisi bo'ladi. Vaqt ham cho'zilib ketdi, 24 minut edi. Darius yetishim olib qo'ymasidan tezroq olishim kerak, chunki boshqa personajlarda yaxshi o'ynamayman-da. Xo'p. Dariusda bugun yo'l tanlaymiz. Xo'p, lesdan boramiz. Подтвердить. Давай. Kim edi u? Daisy. Давай. Liniya zolotaga o't. Shunaqamidi? Yo'q, liniya опыта edi. Давай. Liniya опытaga o't. Давай. Давай. Saksik, bo'pti, men o'tib qolay. Okey.
Подтвердить. 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 13 sekund bor. 10 sekund. Xo'p. Mana nomini. Aha. 55% zaminga chiqib qo'yar ekan mana anu разрушительный degan o'qim bor, ko'rgansizlar. Ya'ni ko'rdinglar hozir. Добро пожаловать в Mobile Legends! 5 секунд до начала атаки. Задайте им жару. Manikilar tuyuladi. Все отряды отправлены. 3, 2, 1 chiqdi. Shuma mana shunaqa hayvonlarni o'ldirayotganda mana shunaqa komanda do'sti qo'shilishini yomon ko'raman deydilar-ku. O'shaning uchun ham komanda bilan o'ynagim kelmaydi. Birga bir lekin ko'p odamni bemalol yutib qo'ya olaman. Voy. Dabdala qildi boru mana shu mahluqam. Men bitta dushman turibdi. Как же ты Men жалок. mana buni Может, to'ldirishim сдашься kerak. уже? Мой дом. Да. O'tkazmay turaman mana shu. Millionlarni. Да. Твоя стратегия такая. Haydi kel. Первая кровь. Yes, первая кровь bizada. Ya jon to'ldirishni boslayapti, lekin men uni bosmayman. Endi qochish kerak. Ke. Убили врага. Qoch. Uy, Ваша команда уничтожена. ular hamma yoqda-ku. Nimalar bo'lyapti? Да. Твоя стратегия. Endi men zaqib jon to'ldiramanmi deganimda kelib qoladi-da, boru. Men ko'pincha mana shunaqa hayvonchalar bilan aniqlaman. Надо было помнить, твоя жизнь будет разрушена. Убийство. Sekinlashtiradi, boru. Как можно быть на... O'zimcha naridan suzmoqchi emas edim. Lekin yaqinda tura olmadim. Как же ты жалок. Может, твоя жизнь будет разрушена. Давай я отведу тебя
Mana shu jonni ko'rsatsa ko'pincha bosmayman, chunki mana bu ko'rasizlar-yu. Oxirgi katta udarimni urayotganimda aniq qotdi. Jonim to'lyapti ko'rgan bo'lsanglar. Твоя жизнь будет разрушена. Monster. Qochib ketishni yomon ko'raman, deb o'ldirmoqchi bo'lgan paytim. Я сделаю все ради Весны. Ваша команда уничтожена. Kellaring. Давай. Oldinga tush. Как можно быть настолько слабым? Mana shu narsasini yomon ko'raman boru. Zonasiga kirishimiz bilan o'sha ko'rdinglar-yu xitoychami qanaqa tilda yozilgan harfli ularni. Как же ты O'sha жалок. narsa kirishi bilan bittada o'ldirib yuboradi boru. Bizlarni emas, mana bu minionchalarni. Надо было поручить. Eng qizig'i mana shu zonalarga o'tmas ekan. Mana bu ular boru. O'qlarim. Ularning hech qaysi o'tmas ekan. Yaxshi, men birinchi kirmanman. Вы уничтожили башню. Ko'pincha mana shunaqa katta zonalarga birinchi hujum qilaman, chunki bola chiqish kerak. Давай. Bizanikilar kellaring. Kel. Весна. Мой дом. Ангina qoldi. Давай. Yes! Yutdik. MVP mana yana. Давай. Nechta yulduz berasiz, bratanchik? Nechta yulduz berasiz? 2 yulduz, yaxshi. O 9.9 qilib MVP bo'pman. Qani ko'ramiz. Eng kichkina odamimiz necha bo'pti? 3.6. Bunga like bosib qo'yamiz. Bo'tdanchi kim bo'pti eng kichkina? O MVP yaxshi. Hop, eng kichkina odam 4.5. Yaxshi. Hammaga bosib chiqamiz like. Mayli. Xo'sh, shu bilan videomiz tugadi. Sizlar bilan Propeller kanalida keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.